Amaldagi O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 117-moddasiga muvofiq er yoki xotin nikohda turgan vaqtda bir-biriga nisbatan ixtiyoriy ravishda ta'minot berish, ya'ni aliment berish huquqlari mavjud. Agar bu ta'minot berish ixtiyoriy ravishda amalga oshirilmaganda, quyidagi 3 ta holatda sud tomonidan amalga oshiriladi, ya'ni aliment to'lash shart bo'lgan shaxsga majburiy sifatida yuklatiladi. Demak, birinchisi, nikoh davomida agar xotin homiladorlik va o'rtada farzand tug'ilgan vaqtda, farzand tug'ilgandan so'ng 3 yil davomida, ikkinchi holatda bolalikdan nogiron bo'lgan farzand tug'ilgan bo'lsa va 18 yoshga to'lgunga qadar uni er yoki xotindan biri parvarishlashni amalga oshirayotgan bo'lsa, uchinchi holatda bolalikdan birinchi guruh nogiron bo'lgan farzandni er yoki xotin parvarishlashni amalga oshirayotgan bo'lsa, narigi tarafdan sud tartibida aliment undirish, demak, o'zi uchun huquqiga ega bo'ladi hamda bu huquqini amalga oshirib sud tomonidan tegishli shaxsga majburiyat sifatida bu narsa yuklatiladi. Hamda bunda o'sha bir tarafning ikkinchi tarafga alimentning miqdori O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 11.75% dan kam bo'lmasligi kerak.